Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan birgalikda televizorni yankilab qilamiz. Birodarlar, bugun qishloqchasiga gapiramiz. Ustimizdan va shunaqa ko'k rubashka kiyamiz. G'ijimligini bilib turib ustidan korset kiyib chivardim. Nega desangizlar, chunki g'ijimligini dazmol qilishga erindim-da. Bunaqasi qildim, yemadi-da. Enangni emgir oxiri shim bilan kiydim. Конечно, shortik bilan ketmayman-ku. Orqadan dumim chiqib qolsa bo'ladimi? Mana shu rubashkamni dumi. Keyin bunaqasi qilib ko'rsam ham jayrashmadi. Enangni emjirmish. Bu yerda men Michael Jacksonga o'xshab aylanib, cho'mnisini krossovka kiyib oldim oyog'imga. Keyin sochimni jig'ib, final lukimni ko'rsatdim sizlarga. Sumkam esimdan chiqib qolibdi hozir. Mana ko'ryapsizlarmi go'zalligimni? Va atir sepdim, yagona bo'lgan. Qolganini o'zingizlar ko'ringlar. Video olmayman. Aha, короче, paq dedi-yu. Taxtaylar, qishloqchani ham kankillatib yordimmi?